Agar sizni sevishmayotgan bo'lsa, yoqtirishmayotgan bo'lsa xafa bo'lmang. Bir kuni Imom Rabboniy rahimahullohdan shogirdlari shunday savol so'rashadi. Hazratim, bizni qalbimiz toza, bandalarni juda ham yaxshi ko'ramiz, ularni sevamiz, ammo nima uchundir bizni yoqtirishmayapti, sevishmayapti deb so'rashganida u kishi shunday javob beradilar. Bilib qo'ying, Alloh taolo o'zi sevgan bandalarini duch kelgan odamga sevdirib qo'ymaydi. Agar sizni sevishmayotgan bo'lsa, yoqtirishmayotgan bo'lsa xafa bo'lmang. Bir kuni Imom Rabboniy rahimahullohdan shogirdlari shunday savol so'rashadi. Hazratim, bizni qalbimiz toza, bandalarni juda ham yaxshi ko'ramiz, ularni sevamiz, ammo nima uchundir bizni yoqtirishmayapti, sevishmayapti deb so'rashganida u kishi shunday javob beradilar. Bilib qo'ying, Alloh taolo o'zi sevgan bandalarini duch kelgan odamga sevdirib qo'ymaydi. Agar sizni sevishmayotgan bo'lsa, yoqtirishmayotgan bo'lsa xafa bo'lmang. Bir kuni Imom Rabboniy rahimahullohdan shogirdlari shunday savol so'rashadi. Hazratim, bizni qalbimiz toza, bandalarni juda ham yaxshi ko'ramiz, ularni sevamiz, ammo nima uchundir bizni yoqtirishmayapti, sevishmayapti deb so'rashganida u kishi shunday javob beradilar. Bilib qo'ying, Alloh taolo o'zi sevgan bandalarini duch kelgan odamga sevdirib qo'ymaydi. Agar sizni sevishmayotgan bo'lsa, yoqtirishmayotgan bo'lsa xafa bo'lmang. Bir kuni Imom Rabboniy rahimahullohdan shogirdlari shunday savol so'rashadi. Hazratim, bizni qalbimiz toza, bandalarni juda ham yaxshi ko'ramiz, ularni sevamiz, ammo nima uchundir bizni yoqtirishmayapti, sevishmayapti deb so'rashganida u kishi shunday javob beradilar. Bilib qo'ying, Alloh taolo o'zi sevgan bandalarini duch kelgan odamga sevdirib qo'ymaydi.